Ishxonamizga yana axlajena muammosi bo'yicha Cobalt mashinamizga kelgan. Bu mashinaga nima bo'lgan deb o'ylasanglar, ko'rishinglar, subachokgacha o'rni korobka moy bo'yatibdi. Axlajena radiator yorilib ketgan mashinamizda. Bu qatdan o'tadi degan okalar uchun suvni radiatori bilan korobkaning axlajena radiatori bitta bo'ladi, okalar. O'sha ichidagi kichkina korobka moyga ishlaydigan radiator yorilib ketganning hisobiga suv bilan korobka moy aralashib ketgan, okalar, ko'pirib. Hozir ziboli holatda korobkalarni tushiramiz. Okamiz nimadan bilib qolganlar? Korobka tepishni boshlagan. O'sha hisob ustiga olib kirganlarda shunaqa holat yuzaga kelgan, ko'rishingiz mumkin. Ko'pchilik zamina maslachi okalar joyida chayvorsa bo'ladi deb aytishadi. Bu katta xato, okalar. Buni tavsiya qilmaymiz. Ishxonamizga olib kelinglar, korobkani ziboli holatda tushirib, har bir detallari chayladi. Xudo xolisa yangiday qilib, yangi filtr plastmassalar qo'yib beramiz. O'zingizlarning ham ko'nglingiz xotirjam bo'ladi. Agar ichida joyida chayadigan bo'lsa, ozgina suv qolib ketadigan bo'lsa, polni korobkani seli zanglab ketadi. Ziboli korobka arish holatlari ham ko'p bo'lgan unaqa holatlarda. Shuni tavsiya qilmaymiz. Plus bu mashinamizda qilinadigan ishlari oldiga korobka moyga ishlaydigan alohida axlajena radiatorlar qo'yib beramiz. Unaqa keyinchalik bunaqa muammolar bo'lmaydi mashinamiz. Agarda sizlardan mashinalar 100 ming, 150 ming kilometr yurgan bo'lsa, axlajena radiator qo'yib qo'yishni tavsiya qilamiz. O'ldim deganda shu mashinamizga ham hozir 300-350 dollar atrofida rasxod ketadi. Undan ko'ra ishxonamizga olib kelinglar, o'tmagan holatida 700 ming, 800 mingga ishlarni cho'tkiga qilib bitkazib beramiz. Xizmatlar bo'yicha, korobka remont xizmati bo'yicha nomerlarimiz bor, aloqaga chiqib olasizlar. Xudo xolisa bu mashinamiz ishlarini ham chiroyli holatda bitirib egasiga topshiramiz.